Alloh taolo Qur'on Karimda bizni ilgirki kishilarga o'xshash chuqum imtihon qilganligini aytadi. Undaqda Alloh taolo ilgirki kishilarni zodi qanday imtihon qilgan? Fir'avnning qasrida xizmat qiladigan bir ayol bo'lib, ayoli Fir'avnning qiziga qaraydi. Bu ayol Musa alayhisolamning payg'ambarligiga ishonib, Allohga iymon etib musulmon bo'ladi. Fir'avn erining musulmon bo'lganligini bilib qilib, erini o'ldirib o'tadi. Lekin ayol Fir'avnning qasrida qilaveradi. Bir kuni ayol Fir'avnning qizining cheshini tarib etib, qulidan tovoq tushib ketishiga bismillah deb soladi. Fir'avnning qizi "Alloh, dadamma?" deb so'raydi. Ayol "Yo'q, Alloh sening va mening va dadangning Robbi" deb javob beradi. Dadasidan boshqa ilohning borligini tunji anglagan qiz hayron qilib dadasiga berib aytadi. Fir'avn darg'azab bo'lib ayolni chaqirtib so'roq qiladi. Fir'avn ayoldan "Parvardigoring kim?" deb so'raydi. Ayol keskinlik bilan "Mening va sening Robbing Alloh" deb javob beradi. Fir'avn ayolni dindan yenishga majburlaydi. Ayol unamaydi. Ayolni sulaydi, uradi, ayol dindan qat'iy yanmaydi. Ayolning 5 bolasi bo'lib, Fir'avn ayolning bolalariga bak omroqligini bilib qilib, ayolni texmi qattiq qiynamoqchi bo'ladi. Fir'avn ayolni dindan yondirish uchun mis qozon keltirib, yog' bilan to'ldirib qaynatadi. Askarlarga bolalarining hammini qaynayotgan qozonning qishiga akilishga buyurdi. Fir'avn bolalarining cho'ngini qozonning qishiga akilib, uni yoqqa tashlashga buyurdi. Askarlar cho'ng o'g'ilni akilib, qaynayotgan qozonga tashlaydi. O'g'il "Ana, qutqizinglar" deganicha yalvirib to'lashga boshlaydi. Inilari yurman qo'llari bilan askarlarni urib boqadi. Askarlar uning kallasidan bosqinicha qaynayotgan qozonga g'arq qiladi. Balla yumron qo'llari bilan ko'zlarini itib oladi. O'g'ilning go'shtlari urug' tilidan ajrab g'oyib bo'ladi. Oppoq so'ngaklari yog' ustiga o'rlab chiqadi. Fir'avn ayolni yana Allohga kofir bo'lishga buyurdi. Ayol keskin rad qiladi. Fir'avn darg'azab bo'lib ayolning ikkinchi o'g'lini akilishga buyurdi. Askarlar ayolning ikkinchi o'g'lini so'rab qaynayotgan qozonning qishiga akiladi. Bola yalvirib yig'lashga boshlaydi. Unimi onasining ko'z oldida qaynayotgan yoqqa tashlaydi. Uning so'ngaklari laylab chiqib, qarindoshining so'ngaklari bilan aralashib ketadi. Ayol itqodidan qilich tarvanmay mustahkam turadi. Fir'avn uchinchi o'g'lini akilishga buyurdi. O'g'il so'ralgunicha qaynayotgan qozonning qishiga keltirilib, qaynayotgan yoqqa tashlanadi. Uning jasadi qozon ichida erib g'oyib bo'ladi. Ona dinidan qat'iy yanmaydi. Fir'avn 4-chi o'g'lini akilib yoqqa tashlashga buyurdi. Askarlar bolaning yoniga yupurilib berib, onasining kiyimiga mahkam eslab olgan bolani so'rgunicha elib mangadi. Bola echinishlik nola qilib, onasining putiga o'zini atadi. Askarlar ona bola ikkisini ayirib, bolaning qo'llaridan so'rab elib mangadi. Bola yig'lab tushuniksiz so'zlar bilan yalvoradi. Askarlar bolani yoqqa tashlaydi. Daqiqa ichida qaynayotgan yog'da bola g'oyib bo'ladi. Bolaning yumron so'ngaklari qaynayotgan yog' ustiga o'rlab chiqadi. Ona o'zini tutib olishga, savr qilishga tirishadi. Askarlar yupurilib kelib, onaning qo'lidagi buvoqni yulib oladi. Buvoq qiqrab yig'lab ketadi. Bechora onami butunlay asli hushini yo'qotadi. Mana shuningdek zulm eng yuqori chekiga yetgan vaqtida Alloh buvoqqa zuvan kirgizadi. Buvoq onasiga "Ana, ikkilanma, chekinma, sen haqiqat ustida" deganicha ovozi o'chadi. Uning og'zi sut yo'qi, qo'lida onasining bir tal chechi, kiyimlari onasining yoshlari bilan ho'l bo'lib ketgan edi. Ayol bolalarini bu azobdan tamoman qutuldira oladi. Allohga kofir bo'lsa, dindan yongan bo'lsa, Fir'avnning qasrida bolalar bilan birga xotirjam yashayoladi. Lekin ayol Allohga haqiqiy ravishda ishonadi. Allohning o'zini bolalar bilan birga mangulik hayotda jam qildiganligiga ishonadi. Askarlar ayolni akilib, bolalarni tashlagan qaynayotgan qozonga unimi tashlaydi. Go'shtlari ajrab, so'ngaklari o'rlab chiqadi. Iymoni nima degan mustahkam, nima degan ulug' ayol. Alloh o'zining yo'lida fidokorlik ko'rsatgan bu ayolga qanday mukofot beradi? Payg'ambar alayhisalom Miroj kechasi osmonga chiqqanda bu ayolga berilgan ba'zi ne'matlarni ko'rib, sahobalarga so'zlab berib mundaq deydi. Men osmonga chiqilgan kechasi nihoyat xushpuroq bir joydan o'tib, bu nima puroq deb so'radim. Jibril alayhisalom bu Fir'avnning qizining chechini taraydigan ayol va uning bolalarining puruqi deb javob berdi. Bu ayol e'tiqodi va iymoni uchun qiynaldi, ammo mangulik rohatga erishdi. Biz bugun kunda iymonimiz, e'tiqodimiz uchun og'ir aziyat va jafolarni tortyapmiz. Biz iymonimizni mustahkam turib, sabr qilib, majburiyatimizni ado qilsaqlar, chuqur mangulik rohatga erishimiz. Alloh taolo qiyomat kuni jannat ahliga sabr qilganligingiz uchun sizlarga omonlik bo'lsin deydi. Ammo do'zax ahliga sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar, endi xor qilg'uvchi azob bilan jazolanasizlar deydi. شوقا